Xo'p, barchaga salom do'stlar. Muxtorjon Azonov kanaliga xush kelibsizlar. 2025-yilda beton quyish narxlari necha pulga tushyapti? Hozir bularda to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Do'stlar, mana ko'ringlar, ikki xona uy tushyapti mana shu yerda. Hozir ustakalarimizdan narxlarni aytib o'tamiz. Qancha qatga bo'lsa bo'lyapti, hammasini aytib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Bizni kanalimizga kommentariyasiga yozib, o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. Biz bunda boshlaymiz. Hormaylar ustalar. Charchamayapsizlarmi? Hop. Akalar mana ko'rishlaringiz mumkin. Tosh bor, mana tosh, tagiga mana pesoy bor. Jarayon olib borilyapti. Necha puldan qilyapti aka endi bular betonga aka? Betonlarni hozir bitishi 120 ming tayyor bo'lyapti. Aha. Qadishga fundamenti. Razmeri qana bo'ladi aka endi bularni? 70 ga tepasi 50 bo'ladi. 70 ga 50. Tayi 70 tepasi 50. Aha. A shunda 120 ming so'm bo'ladi. Aha. Qimati mana shu vodiy bo'ylab qilaveramiz. Aha. Vodiy bo'ylab shu narxda aka. Shu narxda ketaveradi. Hop. Qolasa to'ldirib ham beraveramiz. Apalaki 70 ga ham ko'tarib beramiz. 70 ga qilib beraveramiz. 70 ham o'sha 120 ming so'm bo'ladi. Ha? Yaxshi. Qilib beraveramiz. Bonusini qilib. Bardi-yu. Bu bonuslar ham bor ekan, qadrdonlar. Mana akamiz hozir bitta ko'rsatamiz. Hop, mana jarayoni do'stlar. Yangicha 2025-yilda hozir trend bo'lyapti. Akalarimiz bitta bahosiga bitta like bosib qo'yamiz mana shu holatiga. Xo'p, do'stlar, ikki xona bitta tushyapti ekan. Narigi xonasini bitta ko'ringlar. Razmeri hozir bu xonasini bitta hammom tualet tushyapti do'stlar. Hammom tualet, narigi xonadan kirganda eshik bo'ladi, burchada. Spalniy bu, spalniyda bitta baqa kirib turib, imetda hammom tualet tushyapti. Qadrdonlar, ikki xona uyimizga. Xo'p, akalar, mana shu xonamizga tosh keldi, bitta nimada kamazda tosh, bitta kamazda, yevro kamazda pesok keldi. Mana shu betonimizni ikki xona uyda tayyor bo'lishiga hozir akamizdan so'radik. Ikki xona uyga shuncha narsa ketdi. Do'stlar, semon olindi, 5 tonna semon. Undan 1 tonnasi qoldi, 4 tonna ishlab ketdi mana shu o'ziga. Ikki xonani o'ziga omon to'yati bor. Ikki xona mana shu holatda. Tayi 30 bo'lyapti, tepasi 50 bo'lyapti. Padushkani o'zi 70 eniga. Do'stlar, mana shu holatda 120 ming so'mdan quyilyapti ekan. Xo'p, qadrdonlar, nima deb o'ylaysizlar? Mana shu narxga arziymi, arzimaydimi? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar.